Assalomu alaykum azizlar. Xo'p, bugun obzorimizda mana bu kabinamiz. Razmeri 1:1, o'zi qora, polniy, vannasi seri, oldi palasali, pashta ichi ko'rinmaydi. Lekin baribir odam kirsa ichi ko'rinadi, ochig'ini aytamiz. Hammasi ham shunaqa. 40 xildan oshiq kabinamiz bo'lsa, 40 xildan oshiq kabinamiz bor. Hammasini ichi ko'rinadi. İçiga odam kirsa ko'rinadi. Xullas, obzorimizni davom ettiramiz. Bu kabinamiz razmeri 1:1, yosh kattalar uchun, vannasi jabratgan chuqur emas. Chiqib tushgani oson. Kattalar o'tirib bemalol tahorat qilsa bo'ladi. Tahorat gusagi bor. Hop. Agar mana xalaqit qiladigan bo'lsa cho'milishga, mana bundoq qilib qo'ysa, tika turadi, kengroq bo'ladi. Sovun shampun quyadigani bor, ikkita. Mana bu 3 tanasi bel masajni. Beldan suv sepadi, masaj qiladi. Radiosi bor, svetilnigi bor. Xo'p, tomida ham sveti bor. Mana bu ikkita tomini sveti. Bittasi ventilyator, bittasi radioni kolonkasi. Sovun shampun qo'yadigan polkasi bor, machalka iladigani ham bor. Xo'p, mana edi qo'ldan suv sepadigani bor. Mana bu ikkita teshik oynak. Oynani xotirib qo'yishimiz kerak, xotirib qo'yamiz. Xo'p, mana shundoq lyuks kabina. İçida hamma qulayligi bor. İchida nima desangiz, hammasi bor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi hozirgi kunda 4.800.000 so'm chiqyapti. Endi boshqa shaharga dastavka bo'ladigan bo'lsa 300.000 so'm dastavkasi minadi. Namangan bo'yicha lokasiya tashlab berasizlar, lokasiyaga qarab gaplashamiz narxini. Dastavkasining narxini. Endi ustanovkasiga keladigan bo'lsak, ustanovkasi bilan birga hisoblab bering deydigan bo'lsanglar, ustanovkasi, hop, bu lyuks kabina bo'lganligi uchun 4 soat, 5 soat vaqt ketadi. Mana shundoq qilib terib, butunlab qo'yadigan uyinaga. Mana shundoq terib, butunlab, mana bu shlankalari ham montaj bo'ladi o'ziga. Mana bu shlankalari montaj bo'lib, mana bu yerda 2 dona bo'sh rezba qoladi. Mana. Bittasi issiq suvga, bittasi sovuq suvga ikkita bo'sh rezba qoladi. Shunga shuni issiq sovuq suvni ulasa ishlayveradigan qilib berib kelamiz. Tagida bu shlankalarigacha qotirib beramiz. Bu shlankalari ham qotirib, kilaylab narsa qilib beriladi. 500.000 atrofida bo'ladi. Dastavka, ustanovka, xo'p, bunga ketadigan rasxod 700.000, 800.000 ga uyingizga borib bitadi. Hamma kabina ham oz-moz rasxodi bo'ladi. 100.000 atrofida rasxodi bor har bitta kabinani. Keyin ustanovkasi bor. Eng oddiy kabinani ham gideta 3 soat, 4 soat teradi ustalar. Agar o'zimiz teraveradigan deydigan odamlar bo'lsa, gideta 1 kun teradi. Chunki biz 3 yildan biz sotyapmiz, ko'pchilik terib olaman deydi. 1 kun teradi, kahvolojni. Ba'zilar 2 kun terganlar ham bor. Shunaqa. Mana shu kabinamiz. Kattalar uchun, yana qaytaraman, kattalar uchun idealniy variant. Kichkina emas. Mana bu bez ko'taradi bemalol, aytgan bezingizni ko'taradi.